Kelajakda o'zingizni qaysi sohada tasavvur qilasiz? Bu savolga javob topish maqsadida Toshkent gumanitar fanlar universiteti va Yangi hayot tumani hokimligi bilan birgalikda universitetimizda karyera kuni, ya'ni axborot tanishuv tadbiri bo'lib o'tmoqda. Bu nima degani? Barcha talabalar uchun imkoniyatlar eshigi ochilmoqda. Aytgancha, bu imkoniyatdan biz talabalar albatta foydalanishimiz zarur. Barcha kompaniyalar aylanib chiqib, biz o'zimizga Milliy bank tomonidan talabalarga ajratilgan ba'zi bir imkoniyatlar bilan tanishib chiqdik. Barchangizni Toshkent gumanitar fanlar universitetida tashkil etilgan bo'sh ish o'rinlari mehnat yarmarkasida samimiy qutlashdan mamnunman. Toshkent gumanitar fanlar universitetida karyera kuni bo'lib o'tmoqda. 50 dan ortiq tashkilotlar o'z ish o'rinlarini taklif etishyapti. Bugungi kun juda ham kerakli kun. Mana shunday tadbirlardan unumli foydalanish kerak. Mana bugun karyera kuni ham zo'r bo'lib o'tmoqda. Buning uchun universitetimizga katta tashakkur aytamiz. Siz ham karyera kunida unumli qatnashgan holatda o'z poydevoringizni o'zingiz quring.